Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom hayotlarida bir necha bor umra va bir marta haj qilganlari farz bo'lgandan keyin tarixda ma'lum bo'lib qoladi. Sarvari koinot alayhissalom katta haj Allohning qarangki farzi, ya'ni umra meni sunnatimdandir deb marhamat qiladilar. Ba'zi insonlar Allohning uyini ko'rmasdan burun eshitamizki, bir armonim bor edi. Ko'rgandan keyin qani xotirjam bo'la olsam, qalbimga ming armon tushdi deguvchilar bo'ladi. Haqiqatan ham Allohning uyini ko'rib, o'sha g'ayri tabiiy muhitda mehmon bo'lgan odamlar dunyoni hamma fitnasini unutib, o'sha makonlarda Allohga qarangki, makonida huzur topganlarini his qilishadi. Va yana shu huzurga qayta-qayta insonni talpinayotganini og'izlaridan, zabonlaridan eshitib qolamiz. Aziz ayollar, aslida ketma-ket borishlikda, hajga, umraga ketma-ket borishlikda nima hikmat bor? Nega odamlar buncha haris bunga deb savol beradigan bo'lsangiz, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qiladilar. Hoji bilan uchrashsangiz, unga salom bering. Hojilar bilan uchrashganda qo'l berib ko'rishing va kimki hojilar bilan uchrashsa, qarangki, xonadoniga kirishdan avval sizni haqqingizga duo qilishini so'rang deb marhamat qilinadi. Ya'ni o'sha hojilar bilan so'rashayotganingizda, salomlashib qo'l berayotganingizda Alloh qudrati bilan uylariga kirishdan avval sizning nomingizga istig'for so'rashlarini iltimos qilishimiz kerak ekan. Aziz ayollar, endi bu narsani kirishda bilmagan bo'lsak, inshaalloh chiqishda bunga amal qilamiz. Hojilarning gunohlari kechirilgan holatda xonadonlariga qaytadilar va sizlarning haqqingizga Alloh sizni mag'firat etsin degan duolari inshaalloh qabul bo'ladi deb Rasul akram alayhissalom ogohlantirib etadilar. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, onamiz Payg'ambar alayhissalom ziyoratga borsalar, doim Zamzamni o'zlari bilan birga idishlarga solib qaytar edilar dedilar. Sababi so'ralganda Payg'ambar alayhissalom o'zlari bilan keltirgan Madinaga zamzamlarini kasallar ustidan quyardilar. Ularni o'qirdilar, Qur'on suralari bilan o'qib turib, ular ustidan zamzam quyardilar deyiladi. Demak, zamzam bu shifo, bilamiz. Avval jannatda bo'lgan ne'matni Alloh Hojar onamizni va Payg'ambar alayhissalomning farzandlari bo'lgan Ismoil alayhissalom hurmatlaridan yer yuzidan otilib chiqishiga qarangki amr qiladi. Xudoning ne'matini ko'z oldiga keltiring. Safo va Marva tepaliklarida, qip-qizil dashtda yangi bo'shangan ayol bir tomchi suvga zor holatda, bola yangi tug'ilgan, chirqillab turibdi. Qarangki, yuz qo'llarini yuvib poklangilari kelib turibdi, og'izlaridan muzdek suv quygilari kelib turibdi, lekin suv yo'q. Begorga hajm rukuniga Alloh taolo Safo va Marvani 7 marta halqa qilib rukunlab aylanishni qarangki qo'ymadi. Shu bilan payg'ambar ayollari Hojar onamizning mashaqqatlarini jasadimizda his qilishimiz uchun Alloh shu bizga qarangki haj rukunini taqdim etdi. 7 marta aylandilar, bironta suvdan nishon yo'q va oxiri farzand oldiga kelganda tiz cho'kib duo qildilarki, Robbim, payg'ambar zurriyoti haqqi hurmati bizlarga suv berdilar. Yangi bo'shangan begunoh ayolning o'sha zahoti duolari qabul bo'ldi. Jabroil alayhissalom ko'kdan nozil bo'ldilar va qanotlari bilan yerga bir marta urganlarida bolaning tomonlari ostidan Zamzam qudug'ining suvlari endi jannatdan yer yuziga otilib chiqa boshladi. Qo'llarida idish yo'q, biron bir asbob uskuna yo'q. Beixtiyor baqirvordilarki, Zamzam, to'xta, asta degan ma'no yangrab ketdi. Allohga hamd bo'lsin, Hojar onamiz qo'rqqanlaridek emas, Zamzam o'sha zamonlardan bizni zamonlarimizgacha barokat bilan yetib keldi. Alhamdulillah, bizdan keyin yana ko'p avlodlar undan bahramand bo'ladi deb inshaalloh umid qilamiz. Faqat bitta narsani bilaylik, jannatdan chiqqan hamma narsa jannatga vaqti kelib qaytib ketadi. Qiyomatga oz qolganda odamlar haj qiladi-yu, Zamzamning changlarini lablariga surib qaytadi deyiladi. Shuning uchun hali lablaringlar Zamzamga tegib turganiga Allohga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Zamzamni ochlar ichsa to'yadi, tashna ichsa qonadi. Dardman etsa inshaalloh shifo topadi. Shu Zamzam ichsam tuzalarmikinman degan odam hech qachon tuzalmaydi. Chunki uning qalbida gumon bo'ldi. Alloh esa gumonli hech narsani qabul qilmaydi. Va zamonamizning olimlari tadqiqotlarni o'tkazib, necha yillik mana umrlarini Zamzam ustida ketkazib, oxiri shunaqa bir maqola yozishdi. Biri yapon olimi, biri nemis olimi. Zamzam
yarim piyola holatida bir chelak suvga solinganda bir chelak suvni mikroskop ostida zamzamga aylanganini ko'rdim deydi. G'ayridiy inson aytayapti buni. Qarang, yarim piyola zamzamdan bir chelak zamzam paydo bo'ldi deydi. Va marhamat qilinadiki, men misolim tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda zamzamni cherkovga olib kirib qo'ng'iroqlar sadosi ostida kuzatdim. Qo'ng'iroq chalinib cherkovda sado yangraganda zamzamning rangi bo'g'ilib ketdi. Zamzamning xususiyati o'lib boshladi. Keyin uni masjidga olib kirdim. Masjidda azon ostida tekshirdim deydi. Va mikroskop ostida ko'rib hayratda qoldimki, zamzam yashnadi. Zamzamda mineral va qarangki vitaminlar ko'payib boshladi. Dunyoda yagona achimaydigan suv zamzamdir azizlar. Haftalab saqlang, oylab saqlang, yillab saqlang. Zamzam buzilmaydi inshaalloh. Va Xudoning marhamati bilan zamzamni mana ba'zilar savol berishdi, hozir turib ichadimi, o'tirib ichadimi? Aziz ayollar, Qur'oni Karimda va hadisda qat'iy ko'rsatma yo'q bunga. Hurmat yuzasidan turadiganlar ham bor. Iloji bo'lmasa zaruratda o'tiruvchilar ham bor. Yodingizdan ko'tarmang. Alloh subhanahu va taolo zot hatto namozda yarimagan odamni o'tirishga ruxsat berib qo'yibdi. Zamzam ichish uchun siz turmadingiz o'rningizdan bir-biringizni malomat qilmang. Hamma sharoitga qarab qiladi. Asosiysi qiblaga qarab bismillah bilan duo qilib etsa, beniyati shifo bo'ladi inshaalloh. Keyingi ne'mat dasturxonlaringizda ko'rib turgan ajva xurmosi bo'ladi. Xurmoning 200 dan ortiq turi bor. Ajva xurmosini Jibroil alayhisalom ko'klardan payg'ambar alayhisalomga ekib Madinada bog' hozir qilishlari uchun Allohdan amr bo'lib olib tushdilar. Qo'llarida tuproq ustida nihol turgan ekan. Payg'ambar alayhisalom so'ragan ekanlar: "Ey do'stim Jibroil alayhisalom, bu nimadir?" Bu jannatning ne'mati ajva. Bu pastroq, qoramtirroq bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng sevib yegan navlar mana shu bo'ladi. Mana shu ajvaning ichida olimlarimiz isbotlab berishdi 26 xil foydali minerallar va vitaminlar bekilgan. Va Xudoning qudrati bilan ajva saqlangan uydan jin qochish xususiyati bor. Jin kirmaydi ajva turgan uyga inshaalloh. Va ajvaning xususiyati shuki, tong saharda 7 dona ajva bilan kun boshlagan insonga 24 soat davomida sehr va zahar kor qilmaydi inshaalloh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir sahobalarini chayon chaqdi. Isitma bilan uyiga olib kelishdi. Haligi odamni bezgak tutib turardi. Rasulullohni ko'rishni xohlayman dedi. Payg'ambar alayhisalomni chaqirib kelishganda haligi ummat: "Ya Rasululloh, men bugun o'lamanmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Saharda yeganmiding ajvadan?" dedilar. 7 dona dedi. "Qo'rqma, o'lmaysan. Bir necha kun isitma yeb, yana jamoatga qaytasan" dedilar. Alhamdulillah, haligi odam haqiqatan ham 2-3 kun isitmalab yana jamoatga qaytganini sahobalar ko'rdik deb rivoyat qilishgan. Yangi tug'ilgan chaqaloqni payg'ambar alayhisalom yo asal yo ajva bilan talagini bosarkanlar. Yodinglarda bo'lsin, buvisilar, onasilar. Bolaning talagi 10 qo'l bilan bismillah etib 3 martaba alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kalimalari bilan ko'tariladi. Talagini nima bilan ko'targansa, shukr hamd bilan ko'targansan. Qarang, qanaqa yaxshilik. Shunda inshaalloh isyon qilmaydigan avlodlar ko'payadi. Va yangi bo'shangan ayolning birinchi taomi ajva bo'lsa, 7 dona ajvadan yegan ayolning ustiga baraka kiradi dedilar payg'ambar alayhisalom. Borib kelgan bo'lsa, niyat qilib olib qo'yaylik. Inshaalloh nabiralar, mana ko'zi yoriganda, Alloh nasib etib farzandlarimiz dunyoga zurriyot keltirganda, mana shundan 7 donasini yetkizsak, onaning ustiga baraka kirar ekan inshaalloh. Payg'ambarimiz alayhisalomdan so'rashdi: "Qanaqa haj eng yaxshi haj ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam?" Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Eng yaxshi haj bu baland ovozda talbiya aytilgan hajdir dedilar. Labbayk Allohumma labbayk baland ovozda aytilgan eng yaxshi hajdir dedilar. Bu bizga tegishli emas azizlar. Bu erkaklarga tegishli. Ayollarning ziyoratida muqim qoidalari bor. Ayollar ovoz chiqarmaydi, chunki islom shariatida ayolning ovozi avratdir. Ayollar ziyoratda juda tirbandda yurgani uchun mushkambar sepmaydi. Va ayollar ziyoratda yurgan vaqtda avratlari butkul bekilishiga hatto qarayga ahamiyat beradi. Sochning ko'rinib turishi, ro'mollar ko'krakni ustini yopmasligi, to'la ayollarda bo'g'imlarga qarayga qadalgan holatda kiyim kiyilishi, sajdaga yiqilganda butun vujudimiz bilan liboslarning etagini o'zimiz yukimiz bilan tepaga sudrab ketishimiz va bo'g'imlarni, to'piqlarni ochilib qolishi bizni qarangki ibodatlarimizni zaif qiladi. Shuning uchun imkon qadar ziyoratga ayol paypoq kiyishi, keng ro'mol o'rashi, kengroq libos kiyishi va poklangan holatda xushbo'y surtmasdan
talbiyani xufiya qilib aytishi bizga inshaalloh amr qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan savol berib so'ralishdi. Ya payg'ambar alayhissalom, biz hajni qilganimizda umra bilan hajni ketma-ket qilishni xohlaymiz ba'zilarimiz. Deganda Abdulloh radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda u zot alayhissalom javob berdilar. Qaysiki ummatim haj bilan umrani ketma-ket qilsa, temirchining bosqoni bosilgani kabi, mana shu ummatimdan xuddi qarangki bosqon bosilganda temirning zangi ketgandek ummatimdan gunoh va kasal to'kiladi dedilar. Demak, ketma-ket qilingan haj va umra ummatni ham gunohdan, inshaalloh ham darddan poklaydi dedilar. Demak, bunda hikmat, bunda yaxshilik bor. Va kimki Baytullohga kelib, Hajarul Aswadga qo'lini qo'yib, Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh kalimasini aytsa, Alloh bilan qo'l berib ko'rishgan yalliq bo'pti deydi ulamolar. Kimki Hajarul Aswadga kelib, qora toshni o'pib, yuzini qarayki shu qora toshga qo'yib salom bersa, Alloh bilan yuzini yuziga qo'yib so'rashgan bandalar yalliq bo'pti deydi ulamolar. Va zikr qilinadiki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom mana shu ziyoratda eng ko'p uyingizda topilmaydigan amal tavofni qiling dedilar. Har bitta tavof 360 darajaga yetganda qum zarralari to'kilgandek ikki yelkamizdan gunoh to'kiladi inshaalloh. Va kimki ravzan boshiga kelsa menga salom bersin, ruhim uyg'oq, jasadim tirik yotadi dedilar.